gülü topildi, jahon mulkida paydo. Yog'zingga Qadam tashab keladi, nazlab yurib keladi, aqlimni olib qo'yadi, bir qiyofa qishlamadi. Qadam tashab keladi, nazlab yurib keladi, aqlimni olib qo'yadi, bir qiyofa qishlamadi. Qadam tashab. Стой! Теперь подсчитай, сколько будет 200. Uka, bo'pti, men ishga borib kelaman. Bo'pti aka, kelishingizda go'sht olib keling. Ha, bo'pti, kelishimni olib kelaman. Men charchab ketdim. Sen ham ozgina ko'tar. Yuring ketdik, kech qolyapmiz. Nargiz, Uka, bo'pti, men ishga borib kelaman. Qancha so'm bilet debdi? 1000 rublga 4 ta. Qozoqqa 7000 tangaga 4 ta. Bo'pti, yaxshi o'tirmay ishga ketdim. To'xtang, mana shu musorlarni olib keting. Ashi kelishimda eslatsa ham katta musor paket olib kelaman. Qiynalib yurmaysan, a? Nega musor paket olib kelasiz? Mana alohida solib ketsa nima qilib hech narsa qilmaydi mana. Xaladellikni orqasi to'la paket mana. Shahlon, nima qilyapsan? Qo'rqitib yubordingiz, internetda o'tiribman. Uyda o'tirsang bo'lmaydi shu internetda. Ish o'tib o'chgan, qo'shni Wi-Fi'da o'tiribman. Bular boyni balolarni. Qo'lingda iPhone 7 uyalmaysanmi? Tur uyda o'tir, tur. Toma ko'l bo'lur. Nima qilibdi? Yaxshi borib keldingizmi? Ishda avans berdim, bermadimi? Endi tushadi, Shahlo 15-kuni. Yaxshilab ishlang, sal ko'proq pul topaylik. Och qolyapsanmi? Och qolayotganmi? Endi baribir ishlash kerak-da. Yur, undan ko'ra pastga tushib bir kiyim qilib berasan, ahvolingni qara. Kiyim kerak emas menga. Nimaga menga kiyim kerak? Umuman kerak emas. Kuz kelsa nima qilib uyda o'tiribman, uy issiq. Kerak emas. Shahlo, naskiyni qara. Tikib olaman. Xo'p, buni kun tikib olasan, unisini-chi? Hech nima qilmaydi. Sovqatmayapman, muhimi shu. Pul ketqizmaydi. Bo'pti, yur, bir aylanib kelamiz pastga tushib. Hech qayerga bormaymiz. Mashinangizni benzini ketadi. U ham lishni расход yana qilyapsizmi? Kerak emas, bormayman. Voy, onasini emsam piyoda aylanib kelamiz xatyap. Oilaviy kiyim do'kon Asman. Men sizga kiyim kerak emas, olib kelmang dedimmi? Shahlo, to'yimizdan beri mana shu to'yligingda yuribsan. Odamlar gapiryapti, yur oldimga tush. Kiyim bilan siz ishingiz bo'lmasin. Men 28 yil orzu qilganman. Kelin bo'lsa hech qachon shu ko'ylak ishlarini yechmayman deb. Kiyim bilan ishingiz bo'lmasin. Yur mana qa. Kerak emas, olmayman. Yur. Olmayman. Qo'yib yuboring deyapman sizga. Ha, buni kiyib chiqqim bor. Kiymayman. Bularning narxi osmon. Ey, sifati osmon, narxi esa arzon. Kim aytdi? Qayerga yozib qo'yibdi? Shunaqa duradi, aytaveradi. Kiymayman. Shuncha sifatli va arzon narsalari bor ekan, odamlar eriga narsa oldirolmaydi, narsa oliraman deb yalinishim kerak. Bo'ldingmi? Mana, chiroyli turibdi-ku. Hecham chiroyli emas. Bo'pti, yaxshi o'tirmay ishga ket. Ha, shu yerda remont qilish kerak bolalarim. Bo'ldi, avans bering. Kattanki? Men. Kecha sen bo'lding-ku, undan avval kuni sen, bugun men aka. Ay, yaxshi, sen kattasi bo'lsang, necha kunda bitirib berasizlar? Aka, avans bersangiz bir haftada shuni bitirib chiqinglar. Ha, beraman shuni, avval uyda ko'rasanlarmi? Bo'ldi, avans berasizmi? Bozordan nima kerak? 20 akilaman, 40 banka kraska, 30 ta shotka, 20 ta varik. Pomidor boding, bitta chiqishga. 4 ta chiqishga aka. Chiqishga nimaga? Hamma ish chiqiladi-da. Yana nima? 20 taxta ham qo'shib ol, balon bitirib oling. 20 ta taxta ham qo'yishmang akajon. Yaxshi, uyda odam bor, nima kerak bo'lsa aytasa qarab turadi. Xo'p. Killaring. Nargi proyektlarga aka kelguncha o'tib kelaylik. Ertaga boramiz, kelib qoladi. Aytgan nima ekan? Alo jonim, qanaqa kiyimdasan? Yoningga bo'lib qolsam, nima qilarding? Hamma ustalarning ichida bitta mashinaga kompyuter bo'ladi, telefondan bo'shamay. To'sha ishni qilaylik. Qarincha olib kelur. Alfons, Babnik, senga bergan pullarimni qaytar. Mana beraman, tur qol. Singlimni aytgan nima ekan? Yo'qoling. Voy, Dubayga borasizmi? Ha, gelik olib berasizmi? Kimdirlar maytda usta bo'lib yuribdi. Ha, ustalarni ishlatyapman. Dadam kelguncha o'zim qarab turibman. Itday ishlayapti. Ezza, meni kechir, afsustaman. Unda kelin emas. Yuribdi. Ha, ustalarni ishlatyapman. Dadam kelguncha o'zim qarab turibman. Itday ishlayapti.
Ezza, meni kechir, afsustaman. Ezza qizim ishlaringni bo'ldingmi? Ha, qara bo'lmasam usta akalaring ishini tugatgandan keyin chaqiraman, yana bir kelib yig'ishtirib ketasan. Bo'pti, mana xizmat haqing qizim, bor. Ha, telefonni ber. Chinda bo'lganmi bular? Qanchada bitirib beraman dedilaring? Bir hafta. Bir hafta. Necha oy bo'ldi? 3 oy. 3 oyda ichida mononi tomi bitti, mononi poli bitti, mononi временni uyi bitti. Meniki nimaga bitmayapti? Aka, yana 20 ta taxt olib bering, tatalab tashlaymiz. Yo'qol. Yo'qol hammang. Yo'qol. Yo'qol. Aka, atayapti, obed qilib ketaylik. Yo'qol. Yo'qol. So'g'da balo bormi ko'chada? Bombini cusini, burbaloni, dogolini, trulimero, trulicina, glorbo, frutto, trillo, tracotto, cutulo, espresso, una signora, scimpanzini, bananini. Xo'p, boramiz. Yaxshi fikr. Unda men stol buyurtirib qo'yaman. Taomlarni o'g'ling tanlaydi. Juda ajoyib. Yana sallan, yana gar o'ynagan keldilaring bor, uka. Yo'q, savol berishga keldik. Qanaqa savol berasan? Aka, uraymi? Yo'q, kam urmay olsam go'sht bermaydi, ham ustimizga yozib olishi mumkin. Hop, qanaqa savol ekan? Har kecha sen uchun o'qib qo'yaman. Rahmat. Xayrli tun. Xayrli tun. Mana mashina ikkita yonidan mashinaga chiqarib bersiz, mana sizga. Mashina ikkita harakat bilan chiqara olmasangiz 1 kilo go'sht berasiz. Men buni boy internetda ko'rdim, men buni bilaman. Dasturladi. Bu yoqqa olinadi. Mana menga bo'ldi xolos. Endi sen yeding va Ko'rgan o'xshamadi. Go'sht bermadi-ku, go'shtim kerak edi-ku. Yo'q, ketdi. men qara, vrachga. Qaysi moshdan pultim? Moshdan qatib turib eskitmaysanman meni. Bilmadik biz ham. Ishingiz tagida turgan ekan, topib oldi. Egasi kelsa berib yuborib ketdi. Jonimga tegib ketdinglar. Yana ukalarimmi? Opa? Opa? E'zoza keling. Guli, qara singling keldi. Voy, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Oyim opangga qarashganda jo'natuvdilar. Aytgancha, ammo bezbellik qaynukalaringiz qayerda? Assalomu alaykum. Kelin oyi, siz mehmonni ichkariga olib kiring. Hamma ishlarni o'zimiz qilamiz. Sizlarmi? Ha, sizga mehrimizni beramiz. Biz bir yerlarni chop qo'ylik-a. Ketdik. Rasmimizni hakki mehmoni. Hey, senlar maktabga bormaysanlarmi? Biz kasalmiz aka mana. Meni yuragim og'riyapti. Yurak tepada bo'ladi. Chiqib kasalmiz. Kidaradili vicino, hamidil vicino. Aka, qizlarga qanaqa bolalar yoqadi? Ha, shu tosh ko'taradigan, chiroyli kiyinib o'ziga qarab yuradigan keyin. Vau, pocham buni opamga bermoqchilar shekilli. Opa, dadasi. Kutmagandim. Nima qilib bu? Yulma. Voy. Ha, opam endi buni pochamga bermoqchilar. Pocha. Shatmasidi. Kerin aka. Bo'p topaman ketdim. Ha, aytgancha, hadeb oyimga telefon qilib nolurmay. Hayotingizni ko'rdim. Вообще zo'r ekan-ku. Yo'q, sen hammasini ko'rmading. Voy, bundan ham zo'rmi? Yana kelasanmi? Yo'q, endi ko'nglim to'q. Endi umuman kelmayman. Ikki soatdan beri qayerda yuribsan? Ozgina bo'sh qo'ysa shunaqada bu. Endi umuman ko'chaga chiqmaysan. Dugonam olib keluvdim shunga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asiyning mehmon borligini aytganingizda tayyorgarlik qilib turardik. Sovqotib ham qolgandir aka. Yo, sen nega kech kelding? Keling. Ey, baxti. Men qarani, dugonangni yigit yo'q. Shuni menga to'g'rilasak bo'lmaydimi? Faqat anular bilmasin, xo'p. To'g'risini ayt, boya nega kech kelding? Aka, Dugonang nimadir yegisi kelyaptimi? shokolad olib keling. Ha? Shokolad yegisi kelganda.
Nima yeyapsan? Shokolad. Narodiga allergiyam bor. Iya? Puli dugonaga qanday o'rasam bo'ladi? Gul olib beraymi? Yo she'r aytib beraymikan, ha? Tufli. Tufli? Ha, bechora dugonamda tuflisi yo'q. Manimcha meni kutyapsiz-a? Sizga shunaqa rang yoqarmidi? Yo'q. Ichkarida kiyib ko'radi. Yur ketdik. Aka, Hov, dugonamga pul kerak ekan. pul? Ha, $1000. Katta qarzi bor ekan. Ha, pul kerak bo'lsa borib chiqib ishlasin, bizdan ne so'raydi? Voy, uzr aka. Ey Guli, xatga. O'rtog'im bilan magazinga chiqib kelaylik. Xohlasanglar o'zim olib borib kelaman. Aka, sizda ishingiz bor, men o'zim boraman, ha? Mashina haydashga bilsa seni Yo'q, aka, qiymayman. o'zi peshkom ham yurib turish kerak, sog'liqqa foydali. Ha, yo'q. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, keldingizmi? Ha, shu yerdamiz, bo'lib ketdik. Nima?